Odamlar bolalarini bog'cha va maktabga berishar ekan. Bog'cha bu bog'mi bizani o'rmonga o'xshagan, faqat nomi bog', atrofi asfalt, bruschatka va ozgina qum. Kichkina bolalar o'sha yerda ota-onasi kelguncha poylab o'tirishar ekan. Maktabchi? Maktab bu bolalarni aqlini bizani aqlimizdan kuchliroq qilib beradigan joy ekan. Hammasi bizdan aqlli bo'ladimi shunda? Yo'q, hammasi ham o'zgarmas ekan, baribir orada senga o'xshagan odam bo'lmaydiganlari ham chiqar ekan. Maktabda prodlyonkaga pul to'lashar ekanda. Erta darsdan keyin uy vazifalar qilishar ekan va yana uyda qilishga ham vazifa berishar ekan. Shunda bolalar uyda ham dars qiladimi? Yo'q, uy vazifalarini ota-onalar bolalariga o'rgatib dars qilishar ekan. Qiziq ekan-ku. Ham maktabga pul to'lab o'qitishga bersin-da, ham uyda bolalarga o'zi o'rgatsa, yana o'qituvchisi telefon qilar ekan otasiga, nega bola bilan shug'ullanmayapsiz uyda deb, ota hayron, menmi o'qituvchi yoki umi deb. Odamlar ertalab bolalari bilan maktabga borar ekan, yana ishdan qaytib uyda dars qilar ekan. O'zi yoshligida ham qilmagan u darslarni. Tavba. Ota ishlasinmi yoki ishdan charchab kelib dars qilsinmi, tushunmadim men bu odamlarga. Xullas, men odamlarga mana shu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Bu kitob biz haqimizdami? Bu kitob inson haqida, aniqrog'i inson o'zini kim deb bilishi haqida. Bu kitob odamlarga ko'zgu bo'ladi. Huzur nashriyoti tomonidan chop etilgan asar bu Maymunlar sayyorasi. Bu kino emas, bu undan kuchli narsa. Bu kitobni o'qiganingizda bitta savol bilan yuzlashasiz. Agar inson o'ylashni to'xtatsa, u kimga aylanadi?